Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Ika. Bugun kichkinagina open case qilamiz. Klassik case ochib ko'ramiz sizlar bilan. 144 tagina bor. Enditnik tanlangan ekan. Boshida 10 ta ochib ko'ramiz, beradi degan umiddamiz. Lekin lidnik bor o'sha bu akkauntda. Birinchi open case'imiz bu. Paddeshga qo'rasizlar degan umiddamiz. Like, podpiska bosib qo'rasizlar. Hani 10 talidan birinchi bo'ldi. Boshladik. Bosamiz. Yo'q, ishlama yo'q. Bitta yana без пропуск. Shlem. Mayli, yomon emas. Bo'laveradi. Yana bitta o'ntalik. Qani. Yo'q, bo'lsa ishlayvermadi, komissiya. 104 ta bor ekan. Qaydan propust ochib ko'ramiz. Mana. Okey, 10 tane. Zaten ishlamayapti. Qolgan bittali bilan ochib o'rganayman. Bitta bez propust bittali ochib ko'ramiz. Podpiskalar yaxshi videolar chiqadi. Berenda bitta ham bitta 3 ta materialli bo'ladi. Mayli, Jack. Lidnik Sredo будет так. İşte dali böylece. Şansımdan oldu. Bitta propus bilan o'rganaymi ekan. Propus bilan bittani ochib o'rganaymi qo'ygan. 37 ta qoldi. 17 tasini ochganlarga. Bitta. 3 ta. 3 ta. 5 ta. 6 ta. 7 ta. 8 ta. 9 ta. Nerede? 10 ta. 11 ta. 12 ta. 13 ta. 14 ta. 15. 16 ta. Ahırsı. Yok, çatı bir şey değil. 20 tagina qoldi. Mayli 10 tali dori o'ramiz endi. Mana. Yo'q. Oxirgisi. Davay PUBG. Yo'q, Cerebro'ga bo'ldi faqat. Mayli, bo'laveradi. Hammaga rahmat. Like, podpiskani bosib qo'yasizlar degan umiddamiz. Keyingi videolarga ko'rishguncha xayr.